Assalomu alaykum. Meni ismim Sarva Osiyo. Mudarris akademiyasida arab tilidan dars beraman. Hozir sizlar bilan Mudarris akademiyasining 4-7 yosh oralig'idagi jajji akademik guruhlarimizda arab tili darslari qanday olib borilishi, birinchi bosqich yakuni, ikkinchi bosqich natijalari va uchinchi bosqich xulosalari haqida gaplashamiz. To'g'ridan-to'g'ri, hozir sizlar bilan akademiyamizga bolajonlarimizni qabul qilib olish jarayonlaridan boshlasak. Bolajonlarimiz turli xil xarakter sohiblari bo'lishadi. Ulardan ko'nikuvchan bolalar bor, sho'x, energiyaga boy bolalar bor va o'z o'rnida yana uyatchan bolalarimiz ham bor. Bolajonlar akademiyaga kelishganda birinchi darsni o'zidayoq ular moslasha olmaydi. Birinchi darsda kimlar moslasha olishi mumkin? Shu ko'nikuvchan bolalarimiz 80% moslashadi. Endi biz sho'x, energiyaga boy bolalar haqida gapiradigan bo'lsak, u bolalarimiz kelishadi. Ular o'tirish, ya'ni partada o'tirish holatini tushunishmaydi yoki o'tirishni qabul qilisha olmaydi. Mana shu ikki xil usuldagi bolalar bo'lishadi. Biz avvalo bolani bolaligicha muloqotga kirishni boshlaymiz. Bolaga shoxday muomala qilishni boshlaymiz. Ya'ni bola sinmasligi kerak. Bola arab tilini sevib o'qishlik kerak. Bu muhabbatni biz qanday paydo qilamiz? Avvalo muomala bilan va boladagi muloqot bilan shakllantiramiz. Endi uyatchan bolalarimiz, ular qanday qabul qiladi? Ular yig'lashni boshlaydi. Yo'q, kirmayman. Jarayonlarni ular bilmaydi yoki bundan oldin bunaqa jarayonlarda qatnashmagan. Ko'nikuvchan bolalarimiz bilan biz muloqotga kirishib ketishimiz, dars jarayonlarini boshlab olishimiz juda oson kechadi. Chunki bolajonlarimiz bog'chaga borishgan, ota-onalari bilan muloqotda ko'p bo'lishgan va do'stlari bilan juda yaxshi o'rtoqlashishgan bolalar bo'lishadi. Va keyingi xarakter sohibi egasi bo'lgan sho'x va energiyaga boy bolajonlarimiz darslarga kirishi, stolda o'tirishi juda mushkul holat hisoblanadi. Ularni aynan stolga moslashtirish, darslarga moslash ustoz uchun bir necha qiyinchiliklarga olib keladi. Bu uchun oddiy bir usul bolajonlarimizni birinchi darsdayoq qiziqtira olish va ular qiziqadigan holatni yarata olish. Ya'ni u bola nimaga qiziqadi? Rangli narsalargami yoki yozish chizishgami? Yoki ko'p savoli bor bolajonlarimiz ham bor. Savollariga o'rnida javob bera olishimiz va yaxshi muloqotda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Va bizda eng qiyini uyatchan bolalar bilan dars jarayonlarini boshlab olish bo'ladi. Bola yig'laydi, bola uyaladi, bola gapirmaydi. Bunday holatda asosan yaqinlari, ya'ni akasi, opasi yoyinki oyisi 1, 2, 3 kungacha darslarda bola bilan yonma-yon o'tirishadi va bolani muloqotga, ya'ni dars jarayoniga kirgizib olishim uchun katta yordam berishadi. 3-darsdan keyin qanday qilib akasidan, opasidan yoki oyisidan bolani ayiramiz? Bitta uslub bor, o'zim ko'p qo'llaydigan uslub. Bugun onalar darsga qatnashmaydigan kun yoki bugun akalar eshikni tagida turadigan kun deb bolani avval oyisini eshikni tagiga yoki akasini eshikni tagiga va keyingi kun eshikni orqasiga olib chiqib qo'yamiz. Arab tili bizda bosqichma-bosqich o'rgatiladi. Birinchi bosqichda avvalambor bolajonlarimizga harflarni tanishtirishni boshlaymiz va bu bosqichda nafaqat biz dars, balki bolaga ham ona, ham opa, ham bolani hamma istaklarini bajo keltiradigan jin bo'lishimiz kerak. Nega bunday deyapman? Chunki bola darsga kirishi va arab tiliga muhabbati ortishi kerak. Bu muhabbat birinchi oyda shakllanadi va bu birinchi oy biz uchun juda muhim hisoblanadi. Birinchi oyda biz harflarni tanishtirishni va har bitta harfga oid lug'atlar yodlatishni va birinchi oyning o'zidayoq 10 gacha sanashni o'rgatishni boshlaymiz. Bola o'zi sanashni va arabchalab gapirishni boshlaydi. Eng oddiy lug'atlardan boshlaymiz. Misol uchun, bolaga biz nimadir taqdim qilamiz va unga o'rgatamizki, rahmat emas, shuni shukron deb aytasiz. Ya'ni rahmatni o'rniga shukron kalimasini ishlatamiz. Shukron bu rahmat degan. Endi bu so'zni borib, oyijonimizga, adajonimizga yoki aka-opalarimizga, buvajonlarimizga qo'llaymiz deb bolajonlarga o'rgatib jo'natamiz. Birinchi bosqichda biz arab tili harflarini, talaffuz o'rinlarini, harflarga mos lug'atlarni va 100 gacha sanashni, ayrim tana a'zolarini
o'rgatishni boshlaymiz. Birinchi bosqich yakunida biz bolajonlarimiz bilan darslar davomida o'rganganlarimizni ota-onalarimizga taqdim qilib beramiz. Bizda bu kichik alifbo kechasi deb nomlanadi va bu kechada biz bolajonlarimiz bilan harflar haqida she'rlar aytamiz, o'yinlar tashkil qilamiz va yodlagan lug'atlarimizni, yodlagan sonlarimizni, 100 gacha bo'lgan sonlarimizni ota-onalarga ko'rsatib beramiz. Bu alifbo kechasi bolalarga nima beradi? Bu kecha bolalarga yanada motivatsiya berib, bolalar uchun quvonch bag'ishlaydi. Bolalar bayramdan keyin yana o'zgacha bir yangitdan bir energiya bilan ikkinchi bosqichga o'tishadi. Ikkinchi bosqichda biz asosan arab tilini negizi bo'lgan fatha, kasra, bomma, tanvin, madlar haqida va so'zlarni o'qilishi holatlari haqida bolalar bilan o'qishni boshlaymiz. Uchinchi bosqichimizda biz so'zlarni so'zlarga biriktirib o'qishni boshlaymiz va bu birikish jarayonidan kichik bir hikoyachalar kelib chiqadi va bu hikoyachalardagi lug'atlar biz birinchi va ikkinchi bosqichda o'rgangan lug'atlarimiz asosida tashkil qilinadi va bola tushunishni boshlaydi. Ya'ni ayni bir hikoyani tushunishni boshlaydi va bolada arab tiliga bo'lgan muhabbat va tilga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Birinchi bosqichimizda shunday bir holat yuz bergan edi. Bolajonimiz ro harfini talaffuz qila olmasdi. Bola o'ta uyatchan xarakter sohibi edi va bu bola bilan biz qanday ishladik? Bir oy davomida bolajonga shunday bir mashq qildirdikki, u mashq qanday? Bola egilmasdi, ya'ni q degan ishni qilmasdi, uyatchan edi. Har o'tib yonidan o'tardim, qaytardim, mashqda aytardim. U mashq shunday edi. Til shunday holatda bo'lsa, ichkariga qarab buklash kerakligini aytardim. Tilingda ichkariga bukkin, tilingda ichkariga bukkin deyaverardim. Oldin bukmasdi, e'tibor qilmasdim. Yo'q, e'tibor qilardim, e'tibor qilmaydigandek tutardim, indamasdim, xo'p derdim. Va keyin asta-asta qaytarishni boshladi. Bu qaytarish jarayoni bolada qanday shakllandi? Atrofidagilarni o'qitdim, ular roni bemalol talaffuz qilar edi va bola mashqni asta-sekin qila boshladi. Uzoqdan kuzatsam bola mashqni qilayotgan bo'lar edi. Bu mashq qanday? Bu mashq bolaga tilini og'iz ichiga qarab bukish kerakligini aytardim. Og'zing ichiga qarab 1 marta buk, 2 marta buk, 3 marta buk. Keyin arabchalab sanab bukamiz. Qani, vahid, isnan, salasa deb 10 gacha sanab ham bola bu yerda sanashni miyaga yozishni boshlaydi. Ham tilini asta-asta bukishni boshlaydi. Nimaga menga qiyinchilik keltirgan? Aynan shu tilini harakatga keltirish, chunki oilari logopedlarga ham olib chiqqan bo'lganlar, bola uyatchanligi uchun mashqlarni bajarmagan. Bu mashqni shakllantirishga dars jarayonlarimiz va ulardagi bolajonlarimizni talaffuzlari bu bolamizga katta turtki bo'ldi. Ya'ni do'sti ro harfini talaffuz qila olyapti, u qila olmayapti. O'zidagi kamchilikni seza boshladi va mashqni qaytara boshladi. Va biz bir oyda bolajonimiz bilan bemalol ro harfini talaffuz qilib ketdik. Sizni ham 4-7 yosh oralig'ida farzandingiz bo'lsa, ularni arab tili harflarini talaffuzini, odob axloqni va arabik lug'atlarni o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga tashrif buyuring.